9-fasl. Mahkudagi tutqunlik. Hazrati Bobni Mahku qal'asiga ko'chirish va nazoratchi Alixonning qo'liga topshirish haqidagi farmoyish berilgunicha, ul zot 2 hafta yaqin Tabrizda yashaydilar. Mahku tog' cho'qqisiga toshdan qurilgan 4 minorali qal'a bo'lib, uning etagida Mahku shahri joylashgan edi. Atrofi o'tishga qiyin joylar bilan o'ralganligi tufayli bu o'lka boshqa viloyatlardan ajralib turar edi. Islomning sun'iy mazhabiga mansub bo'lgan viloyat aholisi Shia sayyidlarga nisbatan juda yomon munosabatda edilar. Chunki ular shiyalarni sunniylarga qarshi urushga gijgijlaydigan odamlar deb hisoblashar edi. Vazir Azam Hazrati Bobni o'zlariga nisbatan qarama-qarshi fikrdagi odamlar yashaydigan olis qal'aga surgun qilib, ul zotning qudratli ta'sirini susaytirish va izdoshlarining yo'llariga g'ov qo'yish niyatida edi. Ammo vazirning g'araz niyatlari chippakka chiqadi. Dastlabki 2 hafta mobaynida nazoratchi Alixon haddan ziyod qattiq qo'llik ko'rsatadi. Ul zotning shogirdlariga Hazrati Bob bilan uchrashishni taqiqlabgina qolmay, ularni hatto Mahku shahrida tunashlarga ham yo'l qo'ymaydi. Hazrati Bobning faqat 2 yaqin hamrohlarigagina ul zot bilan uchrashish va oziq-ovqat olib kelish uchun shaharga kelishga ruxsat berilgan edi. Ular bundan foydalanib, Hazrati Bobning nomalarini Said Kozimning shogirdlaridan biri bo'lmish, Hazrati Bobga iymon keltirgan Hasan Zununiyga yetkazib turardilar. U shahar tashqarisidagi masjiddan boshpana topgan edi. Shayx Hasan ham o'z navbatida bu nomalarni shaharga kira olmagan Hazrati Bobning boshqa izdoshlariga yetkazar edi. Bir kuni Hazrati Bob hamrohlaridan biriga o'zlari Alixondan qattiq qo'llik qilmaslikni va Shayx Hasanni qal'aga olib kelishni so'rashlarini Shayx Hasandan yetkazishni buyuradilar. Alixonning qarori qat'iyligini va buni o'zgartirishning hech iloji yo'qligini yaxshi bilgan hamrohlari Hazrati Bobning bu gaplaridan juda ham ajablanadilar. Keyinchalik bu odam voqeaning davomini bunday hikoya qiladi. Ertasiga tong saharda hali qal'a darvozalari ochilmay turib, eshik taqillab qoldi. Kun chiqqunga qadar qal'aga hech kimni qo'ymaslik to'g'risida buyruq borligini hammamiz yaxshi bilar edik. Biz Alixonning ovozini tanidik. U soqchilar bilan bahslashayotgandek edi. Ko'p o'tmay o'sha soqchilardan biri qal'a nazoratchisi Hazrati Bobning oldilariga kirishi zarurligini ta'kidlayotganini aytdi. Men Hazrati Bobga bu gapni yetkazdim va ul zot Alixonni o'z huzurlariga olib kelishni buyurdilar. Hazrati Bobning yotoqxonalaridan chiqishim bilan ostonada turgan Alixonni ko'rdim. Uning turishida butkul itoatkorlik aks etar. Yuzidan esa mo'minlik va hayrat alomatlari yog'ilib turardi. O'ziga ishonchligi-yu, kibru havosidan nishona ham qolmagan edi. U mening salomimga tortinibgina o'ta xushmuomalalik bilan alik olib, Hazrati Bob huzurlarida bo'lishga ijozat so'radi. Men Alixonni Hazrati Bobning xonalariga boshladim. Mening ortimdan yurar ekan, nazoratchi butun vujudi bilan titrar, yuzidan esa juda hayajonlanayotganligi yaqqol ko'rinib turar edi. Hazrati Bob o'rnlaridan turib, mehmonni kutib oldilar. Alixon ta'zim bilan Hazrati Bobga yaqin kelib, oyoqlariga yiqildi. Shafqatli ajdodingiz Muhammad payg'ambarning muborak nomlari haqqi meni gumonlardan xalos etib, shubhalarimni tarqatib yuborishga yordam qiling. Bu shubha gumonlar yuragimni toshday eziyapti. Sahar payti ot minganimcha kimsasiz joylardan o'tib, endi shahar darvozasiga yaqinlashib qolgan edim. To'satdan sizni ko'rib qoldim. Siz daryo bo'ynida qo'l ochib osmonga yuz tutgancha ibodat qilib, Allohga munojat qilar edingiz. Men turgan joyimda qotganimcha sizni kuzata boshladim. Mening ruxsatimsiz qal'adan chiqishga jur'at etganingiz uchun sizni koyish maqsadida ibodatingiz tugashini kutdim. Siz Allohga munojat qilar ekansiz, ibodatga shu qadar g'arq bo'lgan edingizki, hatto o'zingizni ham unutganday edingiz. Men asta yaqinlashdim. Siz hatto men yoningizda ekanimni sezmadingiz ham. Men sizning bu farog'at holatingizni buzib yuborishim mumkinligini o'ylaganimda, meni birdan qo'rquv bosdi. Men sizni bezovta qilmaslikka ahd qildim. Beparvoliklari uchun tanbeh berish maqsadida
soqchilar tomon yo'l oldim. Qal'aga kelib, ichki va tashqi darvozalarning qulf ekanligini ko'rib, hayratdan lol qoldim. Mening buyrug'im bilan soqchilar darvozalarni ochib, sizning huzuringizga olib kelishdi. Mo'jizani qarangki, men sizni bu yerda o'z ko'zim bilan ko'rib turibman. Men mutlaqo esankirab qoldim. Aqldan ozmadimmikin deb o'ylayapman. Hazrati Bob Alixonning so'zlariga javoban bunday dedilar: Sen ko'rgan narsang haqiqat va buni inkor qilib bo'lmaydi. Sen bu zuhurga beparvolik va Allohning elchisiga kibrlilik qilding. Mag'firatli Alloh seni jazoga loyiq qilmay, sening nigohingga haqiqat ayon bo'lishini ixtiyor qildi. Ilohiy irodasi bilan u sening qalbingga o'z habibiga nisbatan muhabbat solib, qudrati bezavol o'z diniga iymon keltirishga seni majbur qildi. Bu ajoyib voqeadan so'ng Alixon o'zgaradi. U o'zining o'tmishdagi ishlarini yuvishga ahd qiladi. Bir bechora shayx shoshilganicha xabar olib keldi u. Siz bilan ko'rishish ishtiyoqida u shahar tashqarisidagi masjidda yashaydi. Men sizdan o'tinib so'rayman. U siz bilan uchrasha olishi uchun men o'zim uni huzuringizga olib kelishga ijozat bersangiz. Men sizga va sizning do'stlaringizga nisbatan qilgan qattiq qo'lligim af etilishiga sazovor bo'lmoqchiman. Hazrati Bob Alixonning iltimosiga rozi bo'ladilar va u darhol Shayx Hasanni ustoz huzuriga olib kelish uchun chiqib ketadi. Shu kundan boshlab Hazrati Bob bir qator yengilliklarga erishadilar va xohlagan kishilari bilan uchrashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Aynan Mahku qal'asida Hazrati Bob 1000 misra oyatlardan iborat bo'lgan, o'z ahdlarining qonun va amrlarini o'z ichiga olgan, tez orada keladigan vahiy e'lon qilingan va o'z izdoshlarini Alloh zohir qiladigan mazharni izlashga da'vat qilingan bayon kitobini nozil qiladilar. Hazrati Bob bu kitobning oyatlarini kitoblariga aytib turganlarida ovozlari tog' etaklarigacha yaqqol eshitilib turar. Bu esa ul zotni tashnalik bilan quloq tutib turgan odamlarni zavq va hayratga solar edi. Avvalgi taqiqlar bekor qilingan va Hazrati Bob butun Erondan kelgan taqvodor ziyoratchilarni qabul qilar edilar. Ul zot ziyoratchilarga 3 kunga qadar Mahkuda bo'lishlariga ijozat berib, keyin ul zotning dinini mustahkamlash yo'lida olib borilayotgan ishlarni davom ettirishlari uchun qaytarar edilar. Nazoratchi Alixon esa Hazrati Bobga hurmatini izhor qilish uchun har juma kuni huzurlarga kelib turar edi. Ayni shu paytlarda Mulla Husayn Mashhadda yashar va butun mamlakat bo'ylab shohni qarshi ko'tarilgan isyonning keng yo'l ochib borayotganligiga qaramasdan yangi zuhurni targ'ib qilishda davom etardi. Ammo isyonchilarning o'z maqsadlari yo'lida foydalanish uchun uni o'zlariga jalb qilmoqchi bo'lganliklaridan xabar topgan Mulla Husayn xizmatkori hamrohligida Mashhadni tark etib, Mahbub bilan uchrashish niyatida Mahkuga yo'l oladi. U Mahkugacha bo'lgan yo'lni piyoda va hamrohlarsiz bosib o'tishga ont ichadi. Safar davomida u Tehronda to'xtaydi va u yerda Hazrati Bahoulloh bilan uchrashish sharafiga muyassar bo'ladi. Ul zot bilan suhbatdan so'ng darhol Mahkuga safarni davom ettiradi. Mulla Husaynning Mahkuga yetib kelishidan oldin 1848-yil Navruz arafasidagi tunda nazoratchi Alixon tush ko'radi. Bu haqda u shunday hikoya qiladi. Tushimda meni larzaga solgan xabardan, ya'ni tez orada Mahkuga Allohning Rasuli Muhammadning Hazrati Bob bilan diydor ko'rishib, ul zotni Navro'zi ayyom bilan qutlash uchun kelayotganidan voqif bo'ldim. Tushimda bu aziz mehmonga izzat ikrom ko'rsatish niyatida uning qarshisiga peshvoz chiqibman. Ta'riflab bo'lmaydigan shodlik bilan daryo tomon shoshildim. Mahku yaqinidagi ko'prikka yetganimda men tomonga kelayotgan 2 kishini ko'rdim. Men ulardan birini payg'ambarning o'zlari, bir oz orqaroqda kelayotgan kishini esa payg'ambarimizning yaqin safdoshlaridan biri deb o'yladim. Endigina ul zotning oyoqlariga yiqilib, etaklarini o'pish uchun shaylangan edimki, birdan uyg'onib ketdim. Yuragim cheksiz quvonchga to'lgan edi. Men o'zimni jannatdagiday shodon sezdim. Ko'rgan tushimning rost ekanligiga mutlaqo ishongan holda tahorat olib,
namoz o'qidim. Eng yaxshi kiyimlarimni kiyib, mushk ambarlardan sepdim va tushimda payg'ambarni ko'rgan joyimga qarab yo'l oldim. Xizmatkorlarga 3 ta eng yaxshi chopqir otni egarlab, darhol ko'prikka olib borishlarini tayinladim. Men bir o'zim Mahkudan chiqib daryo tomon ketayotganimda, endigina quyosh chiqayotgan edi. Ko'prikka yetib borib, men tomonga kelayotgan 2 kishini ko'rganimda naqadar hayratim kuchaygan edi. Hayajondan titrab, payg'ambar bo'lib ko'ringan kishining oyoqlariga yiqilib, uning oyoqlarini o'pdim. Men bu kishini va yo'ldoshlarini Mahkuga olib borish uchun tayyorlangan otlarga o'tirishlarini iltimos qildim. Yo'q, men o'z safarimni piyoda o'tkazishga ahd qilganman. Men shu tog'ning cho'qqisigacha borib, u yerda sizning asiringiz bilan ko'rishaman, deb javob berdi u. Bu so'zlardan keyin Alixonning Hazrati Bobga nisbatan yanada hurmati oshib, Mulla Husaynni ul zot huzurlariga o'zi boshlab boradi. Nazoratchi Mulla Husaynning qal'ada qolishlariga ijozat beradi va Hazrati Bob shu yerda o'z do'stlari davrasida Navruz bayramini nishonlaydilar. Bu esa ular uchun katta sharaf edi. Mulla Husayn Mahkuda bir necha kun bo'ladi. Keyin esa Hazrati Bob uning Mahkudan ketishini so'rab ogohlantiradilar. Sen ketgach, bir necha kundan keyin ular bizni boshqa joyga olib o'tishadi. Sen ko'zlagan manzilingga yetib borib ulgurmasingdan avval bizning Mahkudan chiqib ketganimiz haqidagi xabar senga yetib boradi. Bu bashorat tez kunda amalga oshadi. Vaziri A'zam Hazrati Bobni Chehrik qal'asiga ko'chirish haqida buyruq chiqaradi. Vazir o'z ayg'oqchilari orqali nazoratchining Hazrati Bobga nisbatan hurmati oshganligi va mahbusning shart-sharoitlari yengillashtirilganligi haqida xabar topadi. Bu hol vazirni shunday bezovta qiladiki, u darhol chora ko'ra boshlaydi. 1848-yilning Navro'zidan 20 kun o'tgach, Hazrati Bob Mahku qal'asidan Chehrikka ko'chiriladilar.